Assalomu alaykum. Aka ukalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xo'p, bugungi juma kunimiz, ayyom kun hammaga muborak bo'lsin. Bu kunimiz barakotli bo'lsin. Xudo xolasa mana Andijon mashina bozorida juma kunda mashina bozoriga chiqqanmiz. Ko'rib turganingizdek juda ko'p mashinalar chiqqan mana. Spark bozorida turibmiz. Xudo xolasa ko'rib turganingizdek mana qator Sparklar chiqqan. Qo'ldan kelgancha video obzor qilamiz. Sizlar esa like, podpiska tugmalarini bosib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etsanglar, xursand bo'lamiz. Qani unda biz xudo xolasa video qilishni boshladik. Olmaylar aka, qachonasizlarmi? Sog'lig'inglar yaxshimi? Qachonasiz? Nechinchi yil aka bu? 2019-yil. Mokri, ha? Mokri Spark avtomashinasi, xudo xolasa. Probaga qancha aka buni? Ikkinchi pozitsiya. Toshkent motor 200 ikkinchi pozitsiya 210 ming yurgan ekan. Mana konditsioner ABS'lari bor ekan, ha. Akkumulyatorlari ham yo'q, cho'tki, motor hadovoy, xudo xolasa. Mana ko'rib turganingizdek. Aha. Demak, mana kapot bilan mashkar kriloda ozgina kraskasi bor. 15% ekan-da aka, xudo xolasa. Qolgan joyi ozgina bor xolos. Ha, mana shu yerda petno deylarmi? Endi petnomi yo, kraskami? Petno desa bo'ladi. Ha. Shunaqa. Oz katta emas ekan, ozgina kraskasi bor deyapti va mana kapotdami, orqa kapotdami? Ash kapotda ozgina kraskasi bor deyapti, xudo xolasa. Xo'p, balonlari cho'tki holatda turibdi. Mokri, mana ko'rib turganingizdek. Bu anaqami aka? Avtomatmi bu? Ha, mexanika, anaqa qo'yib olgan ekansizda. Ha. Mana salon holatlari ham pokiza holatda turibdi. Mana majikallari bor ekan. Qani, majikarini? Ha, bo'ldi. Mana anaqa yonboshdan toshlam ekan, shunaqa ketdi. Xo'p, salon holatlari ham xuddi shunaqa pokiza holatda, yaxshi holatda turibdi-kan. Propan 4-pakaleniya. Ha, propan 4-pakaleniya ekan. Eng qizig'i orqalari mana joylari bor. Eng qizig'i propan o'rnatib olsa, balonni o'rniga maza qilib yura oladi. Joylari bo'ladi, xudo xolasa. Benzin, propan 210 ming yurgan deyapti. 4-pakaleniya mana zapas balonni o'rniga o'rnatib olgan ekan akamiz. Xudo xolasa bagajlari bor. Ham tirikchilik aka endi. Ha. Tirikchilik ekan, xudo xolasa. Hop, kraskasi demak 10-15% bor deyapti. Ikkinchi pozitsiya, 4-pakaleniya. Demak, shunaqa mashina ekan, xudo xolasa. Nech pul deyapsiz aka buni? 67 kami bor deyapti. 67 kami bor. Qo'lga tegishi? 6,5. 6,5 mi qo'lga tegishi? 6500 ekan qo'lga tegishi 2019-yil ikkinchi pozitsiya. Hop, variantga bormi yo'qmi aka? Gaplashamiz aka. 94lik. 94lik 791 46 47. Aka bozoringiz bersin. Akalar mana 6500 ga xudo xolasa kelishsanglar bo'ladi 2019-yil Spark mashinasini. Sizlarga 14 kunlik safar, ya'ni Makka Madina safarini taklif qilamiz. Bu safar mobaynida siz Saudiyaning rasmiy vizasi, 50 boshini xizmatlari, mehmonxonalar, 3 mahal Makkada, 2 mahal Madinada o'zbek milliy taomlanishlari, transport xizmatlari, bordi, keldi, biletlari va qaytayotganda esa 5 litrlikda muqaddas Zamzam suvi beriladi. Paketimiz juda ham standart paket bo'lib, boyga ham, kambag'alga ham, o'rtaholga ham albatta juda mos tushadi. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, biz bilan batafsil ma'lumotlarga ega bo'lib bog'lanishingiz mumkin. Ushbu raqamlarda Telegram, WhatsApplarimiz ham bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 2016-yil oppoq Svetda Spark avtomashinasi. Toshkent motor bu, ha? Toshkent motor. Nechinchi pozitsiya aka bu? Ikkinchi pozitsiya, xudo xolasa. Bitta ochib qo'ya olasizmi bagajini? Akalar mana ko'rib turganingizdek Toshkent motor 2016-yil ikkinchi pozitsiya. Konditsioner ABS'lari bor ekan, xudo xolasa akalar. Xo'p, kraskasi necha foiz aka buni? Kraskasi bitta krilosi, orqa krilosi, petnosi bor. Ha, mash krilosida bormi? Ha. Mash krilosida bitta petnosi bor. Qolgan joylari toza, xudo xolasa. Probaga qancha aka buni? 233 ming yurgan Spark oppoq Svetda avtomashina. Toshkent mashinasi ekan, Toshkent anaqasida. Dokument tomondan hamma tomondan o'taveradi aka? Muammo yo'q. Gen berilaveradi, оформление, xudo xolasa. Xo'p, demak ko'rib turganingizdek, umuman chiqimi yo'q mashina, xudo xolasa. Tirq etmaydi. Balonlari yangi ekan mana. Archa balon holati turibdi. Xo'p, salon holatlari mana ko'rib turganingizdek, cho'tki holati turibdi. Hammasi bor. Signalizatsiya video registratorlargacha bor ekan akalar mana.
233 ming yurgan. Metan, benzin. Metan, benzin, xudo xolasa yura oladi. Xo'p, necha pul deyapsizlar aka buni? 64dan o'tib beramiz. 64. Qo'lga tegishi 6 ekanda oxiri. Yo'q. Ha. 6100 larga berasizmi? O'tib beramiz. Ha. Demak, 6400 kami bor. Akamiz bilan telefon qilib kelishsanglar bo'lar ekan. Variantga bormi yo'qmi aka? Faqat naqa. 6400 kami bor. Nomeringiz necha aka? 94. 94lik, Sen nomeringni deb qo'y. 93lik, 225 225 0055. 0055. Aka bozorladi bersa. Akalar mana ko'rib turganingizdek, xudo xolasa video obzorlar qilyapmiz. Olmaylar aka, qanchasizlarmi? Necha yil ekan bu aka? 2020-yil oppoq Svetda Spark avtomashinasi. Mana balonlari ham o'rtacha holatda turibdi. Kraskasi qayerlarda bor aka? Orqa krilodan. Orqa krilo o'ng chap. Ha. O'ngda bor ekan akalar. Bir 5-10% ekan, nima demagan kraskasi aka, xudo xolasa. 5% ham ne? 5%. Mana salon holatlari akalar, mana pokiza holatda turibdi. Metan bu yo, propanmi? Metan ekan, metan gaz mana. Reflektorlari ham chiroyli holatda turibdi, xudo xolasa akalar. Hop, probegi qancha buni aka? 125 ming. 125 ming yurgan ekan. Mana salon holatlari. Aka o'zikimi yo tirikchilik bu? O'zimniki aka. Ha, o'zikimi? Akamiz o'zi foydalanib, minib olib chiqqan ekan. 2020 dedingiz, a? Nechinchi qo'l? O'zi yangi olganmisiz aka? Yo'q, 3-qo'l aka. 3-qo'lmi bu? Ha. 3-qo'l ekan. 1 yil mingandirsiz aka o'zi, ha? Siz ancha muncha navrotlar qilgandirsiz o'zingiz ham, ha? Demak, akamiz mana balon holatlari mana o'rtacha holatda turibdi. Qishki kunida muzlamada xohlasanglar, oldi balonini xohlasanglar, orqa balonni almashtirib olsanglar bo'laveradi. Ikkinchi pozitsiya dedingiz, a? Ha, 2. Ikkinchi pozitsiya konditsioner abezlari bor, ha, xudo xolasa. Motor, hadov, unaqa ishi yo'q, ha, inshaalloh. Umuman ish yo'q. Ha, airbaglari mana bor ekan, xudo xolasa. Xo'p. Necha pul deyapsiz endi aka buni? 7,5 ming aka. Ha, $7500 kami bor. U Kami bor. qo'lga tegish qancha aka? Bir 6,5 minglarga bo'ladimi? Yo'q aka, 7ni tepasida keldi. 7 tepasiga berar ekan akamiz. Nomeringiz necha aka? 50lik. 50lik 079 079 53 51 53 53. Aka bozoringiz bersin. Akalar mana ko'rib turganingizdek bemalol savdo qilsanglar bo'laveradi, xudo xolasa. Sparklar qimmati ham bor ekan, arzoni ham bor ekan, har xil holatda ekan. Olmaylar aka, sizdanmi? Nechinchi yil ekan bu? Assalomu alaykum. Aytmayapsiz aka? 13-yil avtomat tuning qilingan. Maqtang. 2013-yil avtomat korobka. Mana rangi qanaqa rang deyiladi? Chokomi aka? Choko deyiladi bu aka? Choko rang mana. 2013-yil avtomat korobka, choko rang. Kraskasi necha foiz? Akalar mana choko rang 2013-yil Spark avtomashinasi mana. Ichki holatlari mana avtomat qilingan ekan, xudo xolasa. Toshkent motormi aka bu? Toshkent motor aka. Ko'rib turganingizdek. Kraskasi necha foiz aka buni? Kraskasi aka bunaqaga tuning qilib sepilgan, polni sepilgan. Ha, ponni sepilganmi? Ha. Ponni sepilgan ekan mana. Balonlari ham katta ekan aka. Ha. Balonlari ham mana katta ekan, xudo xolasa akalar. Ko'rib turganingizdek. Nechinchi pozitsiya aka bu? U tepada turadi bak. Nechinchi pozitsiya? Bu Nexia bozori. Bu 4-pozitsiya. 4-pozitsiya ekan, xudo xolasa. O'zi avtomat qilingan, ha bu. Ha, O'zi bu mexanikadan ikki- avtomat qilingan. To'rt avtomat qilingan. Toshkentda tuning qilib qilingan. Ikkinchi pozitsiya, 4-pozitsiya qilingan, ha. Qilingan, ha. Konditsioner abezlar cho'tki ishlasa kerak, ha. Eshiklarigacha sumka, Shumkami? tomlarigacha Ha. shumka. Salonlarni ham oldingizmi ichini? Ha, salonlarni oldim, cho'tki qilib qo'yilgan ekan. Xo'p, akalar mana ko'rib turganingizdek yetarlicha obzor qilindi. Motor hadovlaricha aka? Zo'r, hamma Zo'rmi, xudo xolasa? Xo'p, necha pul deyapsiz aka buni? 5800 ga beraman obunachi. 5800 bo'lishimi? Jitchot beraman bo'ldi, baraka. Ha. Siz nomingizdan sot beraman. Demak, $5800 akamizga telefon qilsanglar, baraka qilsanglar bo'ladi undan ham. Xo'p, variantga bormi yo'qmi? 2,5 ming, 3 ming pul bo'lsa variant qilib beraman. 2,5 ming, 3 ming puli borga variantga 6 oydan 1 yilgacha berilaveradi. Xohlasa shu 3 ming puliga bank qilib olsan. Ha, 2,5 ming, 3 ming puli bo'lsa halol narsa savdoga variantga ham qilib beraver ekan akamiz. Xo'p, nomeringiz necha aka? 93lik, 93lik 350, 350 55, 55 35. 35. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Hop. 2011-yil oppoq Svetda Spark avtomashinasi bor ekan. Kraskasi. necha o'tib beramiz? Ha, kraskasi necha foiz aka buni? 10-15 pashsa kerak. Birinchi pozitsiyami bu? Ha, Birinchi pozitsiya Toshkent Koreyskiy motor ekan. Koreyskiy motor ekan akalar, mana xudo xolasa. 10-15 pashsa chiqadi. Motor Ha. zo'r, 10-15%. To'rtta balonni o'rtacha holatda ana yaxshi holatda turibdi.
Hop, chexol polilari. Mana ko'rib turganingizdek 338 ming. 338 ming yurgan ekan. 10-15% kraskasi bor ekan. 2011-yil, birinchi pozitsiya. Hop, koreyskiy motor ekan. 1 yildan oshiqroq geni bor. Ha, 1 yildan oshiqroq geni bor ekan. Egasidan so'rab qo'yishar ekan, xudo xolasa. Ha. Hop. Mana ko'rib turganingizdek, Andijonning mashinasi $4500 kami bor deyapsiz. Kami bor. Ha. 4200 mi qo'lga tegish aka, xudo xolasa? 4000 berishar, qo'shsa beramiz. Demak, $4000 ga qo'shib bersanglar, $100 mi qo'shib bersa beraverar ekan-da. Ha. Bo'ldi aka. Nomeringiz necha aka? 94. 94lik 568 568 45 45. 45. Yo'q, birinchi Ha, pozitsiya. bu ham birinchi pozitsiya. Konditsioner abezlari yo'q. Motori-chi motori? Motor hadovoy zo'r. Toshkentmi? Toshkent. Toshkent motori. 2013 dan chiqqan va Toshkent motorlar xudo xolasa. Ha, 4 ta yumshoq ballonlari bor deyapti. Mana Maxoy degan ballonlar ekan, xudo xolasa. Go'zal holatda birinchi pozitsiya ekan akalar. Toshkent motor ekan mana. Salon holatlari ko'rib turganingizdek yaxshi holat turibdi. Chexol polilari tayyor deyapti. Zapaska kulich hamma yo'g'i bor. Metan, benzin ha? 314 ming. Ha. Kraskasi necha foiz buni aka? 5 foiz chiqsa kerak, petnolari bor. 5% xolos ha? Ha. Petnolari bor deyapti akamiz. Demak, o'zi ustalarni olib kelib bemalol tekshirtirib olsa ham bo'laveradi. Ha. Hop, necha pul deyapsiz endi aka buni? 5600 kami bor. 5600 kam bor. Qo'lga tegish qancha aka? 5000 gacha qo'shib beramizmi? 5000 ga qo'shadi. Ha. Demak, $5000 ga ozgina qo'shib bersanglar, akamiz bilan kelishsanglar bo'laverar ekan. 5600 kam bor deyapti. Hop. Nomeringiz? 94 94lik 568 568 45 45. 2013-yil oppoq Svetda Spark avtomashinasi. Andijonning mashinasi ekan. Ikkinchi pozitsiya. Mashinada bor. Mashinada petnosi bor, xolos ha. Qolgan joylari toza inshaalloh. Qolgan joylari top-toza deyapti mana. Ichki holatlari. Ikkinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiya. Xohlagan dokument chiqadi. Konditsioner abezlari bor. Abez yo'q. Abez yo'q. Probey qancha? 300 ming probey yurgan ekan mana. Salon holatlari o'rtacha holatda, yaxshi holatda turibdi xudo xolasa akalar. Ko'rib turganingizdek. Xohlagan dokument chiqadi undan. Mana balonlari xudo xolasa normalniy holatda turibdi. Hop, 2013-yil 300 ming yurgan, ikkinchi pozitsiya, konditsioneri bor. Abez yo'q lekin konditsioneri bor. Balonlari o'rtacha holatda, yaxshi holatda turibdi xudo xolasa. Qishda ham bemalol chiqarsanglar bo'laveradi. Hop, nomeringiz? Necha pul deyapsiz aka buni? 5600. 5600 kami bor. Ha. 5000 ga bo'ladimi aka qo'lga tegishi? Bermadim. 5000 ga bermadingiz? 5100 ekan-da aka? Ha, qo'sh. Ha. 5100 ga olsa akamiz bilan kelishsanglar bo'ladi inshaalloh. Andijonning mashinasi. Hop, gen, davenni chiqaradi. Hamma dokument chiqaradi. Variantchi variant. Kelishamiz. Kelishasizlar ha? 50% ha? 50% bersa. 1000 puli bor. Unaqalarga yo'q. 500 puli borlar, ko'paytirasiz. Ha. Ha. 1,5 ming puli borga berasizmi aka, bermaysizmi? Bermaysiz. 50% bo'lishi kerak ekan, demak. 2000 bo'lsa. 2000 bo'lsa berilaverar aka. Hop, nomeringiz? 94lik 568 568 45 45. 45 45. Aka bozoringiz bersin. 2013-yil 3-pozitsiya, konditsioner, abezlari chotki-ya, motor hadovoylari-chi aka? Zo'r. Kapotda bor. Aha. 1 metrda bor, petnosi bor. Kapot bilan xudo xolasa, Mashinada bor. mana shu yerda ozgina petnosi bor deyapti. 15% ekanda aka? Chiqadi 15. Aha. 15% chiqadi deyapti, xudo xolasa. ham o'ta tiniq. Mana ichki holatlari o'ta tiniq holatda turibdi deyapti mana. Akamiz ko'rib turganingizdek, salon holatlari mana chiroyli holatda turibdi. Deflektorlar qo'yib olgan ekan. 162 ming yurgan. 162 ming probey ekan, xudo xolasa. 3-pozitsiya deyapti. Konditsioner, abezlari bor. Mana Salon mashinasi. Toshkent motor. Go'zal holatda turibdi ekan. Holati ham zo'r. Motor holati zo'r deyapti, xudo xolasa akalar. Hop. Necha pul deyapsiz endi aka? 5800 kam bor. Qo'lga tegish qancha aka, aytib bering videoda. Do'st, biz kanalimizdagilar bilib olsa, telefon qilishadi. 52 bermaydi. 52 ga beramiz. 5300 ekanda aka? Yo'q, qo'shsa beradi. 5400 mi? Endi kelib. Ha, 5400 larga xudo xolasa akamiz bilan kelishsanglar bo'lar ekan. Balon holatlari xudo xolasa o'rtacha holatda, yaxshi holatda turibdi. Salon holatlarini ko'rsatdingmi? Salon holatlari. Mana. Salon holatlari mana. Chiroyli holatda turibdi. 162 ming yurgan, 2013-yil. Bu shumka qilinmagan-a bu? Yaxshi. O'zi holati yaxshi ekan, xudo xolasa. Hop, $5400 ga do'las kelishsanglar bo'ladi. Nomeringiz 94lik 568 45 45. Aka bozoringiz bersin. Meni oshnam kuzatadi uni, Jahongir degan. Ha? Domla. Ha. Qaysi kanal? Obzor Salmon aka. Obzor. Ha. Aka Instagram oching. Akalar mana xudo xolasa
Sparklarni ko'rdinglar mana yetarlicha. Yana bitta Sparkimiz bor ekan. Necha yil ekan aka bu? 2020-yil 4-pozitsiyami? Ha, o'zi 4-pozitsiya qilinganmi, o'zi 4-pozitsiyami? Ha, zavod 4-pozitsiya ekan mana 2020-yil. Kraskasi? Kraskasi mana shu yerda petnosi bor. Mana shu yerda. Ha, mana shu orqa eshikda, o'ng eshikda ozgina petnosi bor deyapti. Ichiga o'tmagan deyapti akamiz, xudo xolasa. 2020-yil toza deyapti, xudo xolasa qolgan joylari. 68,5 yurgan metanda. 68 ming yurgan metanda. 4-pozitsiya. Oppoq suvetda, ABS hamma yo'g'i bor deyapti. Motor hadovoylari-chi? Zo'rmi? Xudo xolasa. Aha, motor hadovoylari akamiz zo'r deyapti. Eng qizig'i avtomat korobka ekan akalar mana. 2020-yil ko'rib turganingizdek. O'zingizni xizmatingizni qilgan mashinami aka bu? Ukamnikini. Ha, ukangiznikimi? Akamiz o'zi tirikchilik qilasizmi shunaqa? Mashina qurishmisiz? Ha, shunaqa almashtiramiz. Aha. Akamiz o'zi ukasi minga xizmatini qilib, olib chiqqan mashina ekan. Mana akamiz xudo xolasa 4-pozitsiya ekan. Xo'p, nech pul deyapsiz aka buni? Aka berib yuboradiganim 86 yana 84 chiqib beramiz. Ha, 8600 ozgina kami bor, ha, xudo xolasa. 8600 ga ozgina kami bor. Nomeringiz? 8 deyapmiz. Ha? 94 94 325 325 50 05. 50 05. Aka bozoringiz bersa, akalar mana ko'rdinglar mashinalarni xudo xolasa. Ancha-muncha video obzor qildik. Spark haqida avtomat korobkasi ham bor. Mexanika avtomat qilingani ham bor. Mexanikalar bor. Xullas 4000 dan boshlab 8000, 8,5 minggacha Sparklar bor. Bemalol Sparkga qiziqib yurgan ko'kalar bo'lsa, chiqib baraka qilsanglar bo'laradi, xudo xolasa akalar. Xudo xolasa e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha hammani ishlariga rivoj. Kommentariyalarda o'z fikringizni qoldirsanglar, xursand bo'lamiz.